kanalida odamlar orasida to'qshousi. Bugun virtual olamda berilgan izoh qanday qilib real mushkilga yetib borganligi haqida gaplashamiz. 3-aprel kuni aktrisa Luiza Rasulova Instagram ijtimoiy tarmog'idagi sahifasiga Ahad Qayum bilan birga tushgan navbatdagi fotosuratini joyladi. 370 mingdan ortiq obunachilar orasidan o'nlab yigit-qizlar surat ostiga o'z izohlarini joylay boshladi. Aksariyat muxlislar nega so'nggi kunlarda Ahad bilan ko'p rasmga tushyapsiz qabilidagi savollarni berishgan. Jumladan Jalol Cover nikoh ostidagi foydalanuvchi "Sizlar mabodo er-xotin emasmisizlar?" Undan keyin esa hamma rasmda Ahad Qayum va Luiza Rasulova degan izohlarni qoldiradi. Xuddi shunday Davronchik 97 ham Luiza Rasulovaga anchayin qo'pol ravishda murojaat etadi. Ammo uning izohlarini ham Luiza javobsiz qoldiradi. Aktrisaga yozdim, kommentariyaga yozmadi, keyin men so'kdim. O'sha aktrisani. Hozir aytib bo'lmaydi bu gapni. Temurbek bir demak nik ostidagi shaxs bilan oxiri bu muzokaralar demak jang bilan yakun topadi. Aslida mana shu holat qanday bo'lganligini keling Davronning o'zidan tinglab ko'rsak, chunki u bugun studiyamizda. Marhamat, qarshi olamiz. Ana endi o'zingiz aytib bering, qanday bo'ldi? Hammasi qanaqa kechdi? Qaysi kun edi, qaysi mahal edi? 2-3 marta yozdim, hech kim javob qaytarmadi. Endi odam psixologiyasida bo'lsa kerak, asab buzilish bo'ladi. O'shanda asabim buzildi, keyin men yozdim. Davronbek, shu o'rinda sizga savol. Bir kunda mana shu ijtimoiy tarmoqlar uchun necha soat vaqtingizni sarflaysiz? Hisoblab ko'rmayman, chunki vaqtim bo'lgan payt kirib qolaman. Kirib Instagram, Odnoklassik, Facebookga kirib turaman. Demak, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham faolsiz. Endi faollik salbiy ma'noda ham ishlatilishi mumkin. Doim shunaqa qo'pol so'kinishlar, izohlar qoldirib turasizmi yoki yaxshi ma'noda ham foydalanasizmi? Yo'q. Endi masalan nimalar qilasiz? Erkakchilikda bo'lib turadi bu narsa. O'zingiz ham tushunsangiz kerak. Bizga bergan intervyuingizda, demak, bu borada nimalarni aytganingizni hozir birgalikda tomosha qilamiz. Diqqat monitorga. Ko'rishib olamiz deb men telefon qildim, telefon nomerini oldim, keyin telefon qildim. Ko'rishdik. Maqsad nima ko'rishda? O'zi tanimaydigan odamni ham oldini olib, menga so'kingani uchun. Keyin men bordim, borganda 3-4 tog'aylar bilan turishganiga bordim, gaplashdim, tortishdik baribir, keyin urib tashlashdi. O'zingiz tanimagan inson bilan ko'rishib olishdan maqsad nima edi? U begona insonni kommentariyasida o'sha yozganimda, menga izoh yozganimda u misol o'zingga qarab gapir, o'zingda bo'l, unaqa shunaqa urishib qo'ydi. Keyin ko'rishib olaylik, erkakcha gaplashib olamiz. Yuzma-yuz gaplashganga yetmaydi dedimda, ko'rishdik. Ko'rishganimizda borsam 5-6 ta og'aynilari bilan kutib o'tirishgan ekan. Bordim, yana orada mojaro bo'ldi, keyin tortishib ketdik, keyin shu urush janjal boshlanib ketdi. Savol bor-da, u yigit sizni so'kkan, to'g'rimi? Siz so'kmagansiz. Men o'sha Luiza Rasulovani izohlar qoldiradigan joyda men so'kkanman-da. Siz hamma bilan shunaqa gaplashasizmi? Yo'q. Nimaga unaqa tanimagan insonga siz so'kinib murojaat qildingiz? Endi erkakchilikda bo'lyapti deyapsiz, lekin siz Luiza Rasulovaga yozyapsiz, qiz bolaga. Endi muxlisman, to'g'risi. Bir yozdingiz, 2 yozdingiz, 3 yozdingiz, javob kelmadi. U sizga javob berishga majbur deb o'ylaysiz-a? Javob kelmadi. Endi men o'ylashim bo'yicha san'atkorlar osmondada. San'atkorlar osmonda, san'atkorlarni sizdan farqli o'laroq ko'proq ishi bo'lishi mumkin-da, har doim ham kuzatib bormasdan. Keyin yana ikkinchi tarafi bu masalani mana sizga javob berdi. Sizdagi muxlislarni soni juda ko'p bo'lishi mumkin. Sizga javob berib boshqasiga javob bermasa, boshqa odam xafa bo'lishi mumkin. Keyin mana masalan shaxsan men o'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, menga ham yozishadi ko'pincha izohlar. Qanaqadir nechta farzandingiz bor, xafa qilmaydigan, nimalarga qiziqasiz yoki mana shu ko'ylakni qaysi dizaynerdan olgansiz? Mana shu savolga javob bersa bo'ladi. Lekin qanaqadir shaxsiy masalalarga o'tadigan, mana er-xotin masala degan savol ko'ryapmiz. Er-xotin masala degan savolni faqatgina juda yaqin insonlar berishi mumkin deb shaxsan men hisoblayman, yoki noto'g'rimi? Nazarimda shunaqa. Siz umuman ko'rmagan, tanimagan, bir marta ham suhbatda bo'lmagan insonga shu narsani yozyapsiz. Yana sizni kimdir qoyisa, unda xafa bo'lyapsiz.
Xuddi siz so'ragan savolni Jalol cover nikosidagi Jaloliddin ismli mana ukamiz ham o'tiribdilar. Ular ham xuddi shu savolni berganlar Luizaga, qiziqib muxlis sifatida. Javob bermagandan keyin lekin ular so'kmaganlar. Tugatganlar. O'sha yerni o'zi savolni berganlar, qiziqib. Jalol, to'g'rimi shu gap? Savol bergansiz siz ham. Ha, to'g'ri, men muxlis sifatida umuman san'atkorlar olamiga qiziqaman va bu savolni berdim. Lekin men bunaqa jang bo'lib ketishini, umuman urush bo'lishini o'ylamagan edim. Shunchaki o'z shaxsiy fikrimni qoldirish maqsadida shu savolni bergandim. Nima savol bergandingiz? Shu Ahad Qayum bilan Luiza Rasulovani rasmlariga agar aksariyat rasmlari shular birgalikda tushmoqda, asosan selfiga qaradim. O'z shunchaki o'z shaxsiy fikrimni qoldirdim. Mabodo ular shunaqa emasmikan degan maqsadda. Oila qurmaganmisiz degan savolni bergansiz, to'g'rimi? Endi men o'sha narsadan keyin yozganman. Undan keyin orada Temur ismli bola og'zingga qarab gapir, o'zingda bo'l degan gaplarni yozdi. Keyin men nima deyman endi? Davronbek, izohlarni o'qiydigan bo'lsak, demak siz o'sha so'zlarni hozir mana erkakchilikda bo'lib turadi yoki bo'lmasam jahlim chiqdi deb aytayapsiz. Shu hammani oldida ham shu so'zlarni ayta olasizmi? Luizani o'zini mana shu yerga chaqiraylik va Davron Luizaga qarab mana shu murojaatlarni real hayotda ham aytib ko'rsinlar. Marhamat, aktrisa Luiza Rasulovani taklif etamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Davronbek, mana Luiza o'tiribdilar, muxlissiz. Hayotda ham shu gaplarni o'zlariga qarab so'zlarni ayta olasizmi? Ayta olmaydilar deb o'ylayman. Endi bu yerda to'g'ri kelmaydi. Ko'chada ham aytishga, baribir qiz bola aytishga noqulay bo'lishi. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma she'rda, hamma she'r, Psixologiya hamma shunaqa. ideal inson deb o'zini tasvirlaydi. Men juda ko'p marotaba shunga guvoh bo'lganman. Hech kim o'ylamaydiki, men shu insonga shunaqa izoh berishga nechog'lik haqliman. Meni haqqim bormikan shu insonga shunaqa deyishga deb hech kim o'ylamaydi. Hamma o'zini juda bir haqiqatdan ham hamma narsaga qodirman, haqliman deb o'ylaydi. Virtual hayotda hamma zo'r, hamma kuchli, hamma baquvvat, hamma so'zni Hamma ayta benuqson, oladi. hamma benuqson, hammani Hamma vaqti. benuqson, hamma mard bo'lish kerak, to'g'rimi? Men o'sha mard bo'lgani uchun kommentariyada izohlar Yo'q, qoldirgan to'g'risini aytsam, menimcha bu mardlikka kirmaydi. Chunki o'g'il bolaga, erkak kishiga nima deydi, ayollarni muhokama qilish yarashmaydi. Siz hozir qiziqishim ustunlik qilib, er-xotinmisizlar deb so'radim dedingiz ijodkorlardan, to'g'rimi? Bir marta so'rabsiz, ikki marta so'rabsiz. Hayotda o'zingizni qiziqishlaringiz yo'qmi? Boshqalar kimlardir bularga yonini olib javob qaytarishsa borib, uchrashib, janjallashib, boshqa ishingiz yo'qmi? Boya aytib o'tdilar, anaqa kiyimni qayerdan olgansiz, ijodingizga omad. Yo'q, men u narsadan oldin omad, u yoq bu yoqda ko'p gapirganman, lekin atvet kelmagan. Javob kelmagan. Oxiri bunaqa yo'liga o'tdilar. Smaylik bo'lsa ham kelmagan. Smaylik bo'lsa ham kelmagan. Menimcha haqiqiy muxlis insonni haqoratlashga, xuddi Nilufar opam aytganlaridek, ko'rmay turib, hayotda bilmay turib, gaplashmay turib haqoratlashgacha bormaydi menimcha. Masalan, hozir nima qilganda xuddi shu so'zingizni qaytara olermidingiz dedingiz. Yashang, ha? O'zi yo'qni ko'zi yo'qmi? Demak, nima deydi? Nimada gapirsangiz, xohlagan narsani yozishingiz mumkin. Yuzlariga aytolmayotgansiz. Demak, bu demak sizga bu haqiqiy muxlis emas ekansiz. Agar muxlis bo'lganda bularni ruhlantirishingiz kerak edi siz, to'g'rimi? Ruhlantirish o'rniga bularga oyoqlariga bol urgandek bo'lyapsiz bu hozir. Ahad, sizga ham o'sha Luiza bilan tushgan rasmlaringizni ko'rib, xoynahoy so'rashgandir, bu buncha ko'p rasmga tushmasangiz oxirgi paytlar deb. Meni juda ham yomon gaplar bilan so'kkanlar, o'zim bilan ko'rishganda uzr so'raydi. Lekin kommentariyada nima bu Luiza bilan muncha bir narsa, endi men yana aytaman. Kino suratga olinyapti. Biz misol uchun tog'da o'ynab yurganligimiz yo'q, o'zimizni reklama qilish. Bizni fotograflarimiz bor, suratga oladi. U 500-600 ta rasmi kamida 50 ta 60 tasi joylanadi. Endi men Luiza bosh rolda bo'lganligi uchun yoki Jamila G'ofurova bosh rolda bo'lganligi faqat ularni targ'iboti, film targ'iboti bilan shug'ullanganman. Yoki u yerda biz aylanyapmiz, kunimiz yaxshi o'tdi deb yozmaganmiz. Unda to'g'ri yo'lda. Nega unda izohlar qoldirilgan joyda mayli ishinglarga omad, bundan yuqoriroq cho'qqalarni zabt etinglar deb yozilgan joyga hech qachon javob kelmaydi. Ukam sen to'g'ri tushunganda, misol uchun bir kunda men 10 tagacha rasm qo'yaman. 100 tadan kommentariy kelsa 1000 ta kommentariy bo'ladi. 1000 ta kommentariyada 20 sekunddan vaqt ketganda ham 7-8 soatni men hisoblab chiqqanman javob yozishni. Men
bir oyda 2 ta yo 3 ta odamga javob qaytaraman, arzimaydi demoqchi emasman. Undan ko'ra muhimroq ishlarim juda ham ko'p. Sizlar bayram qilib yuribsizlar deb yozganlar ham bo'ldi-da, lekin u qaysidir tadbirga bag'ishlangan yoki mana shu nima deydi, ko'rsatuvga bag'ishlangan yoki mana shu uchrashuv deb yozilganini o'qishmaydi-da. Qaror chiqarishga shoshqaloqlik qilishadi. Shunda Bu ham psixologiya, chunki inson ko'zida ko'rgan narsani ko'proq yodida saqlab qoladi. Oramizda psixologlar bor edi, inson o'qib ko'radi, aqlli inson o'qib keling Loyizaxon. Keling, mana psixologlarimiz bor oramizda. Fotosurat tegidagi izohdan ko'ra insonga ko'proq ta'sir qiladi, to'g'rimi? Fikrlaring to'g'ri. Mana bitta fikr bor. Aqlli insonlar yangi fikrlarni muhokama qiladi. Oddiy insonlar natijalarni muhokama qiladi. Kichkina insonlar boshqalarni muhokama qiladi. Mana boya Luiza Rasulova fikrlarini aytib o'tdilar. Demak, bu yigitimiz, bu bola hali o'zi turmush qurmagan, oila qurmagan, ya'ni oilani nimaligini, oiladagi o'zaro er-xotin munosabatlari hali bu yoshgacha bormagan. Fikrimcha o'smir yoki o'spirin paytida bo'lsangiz kerak. Endi insonni tashqi ko'rinishiga qarab fikr bildirish yoki muhokama qilish juda ham oson. Lekin yuzma-yuz ko'rganda mana bu boya yigitimiz aytib o'tdilar, men ayta olmayman. U fikr bildirish oson. Avvalo agar kimgadir baho bermoqchi bo'lsangiz, avval o'zingizdan boshlang. Ya'ni o'zim shu insonga baho berishga loyiqmanmi, loyiq emasmanmi? Hech qachon o'ylamangki, siz kimgadir fikr bildirsangiz, jim siz fikringizni eshitib o'tirmaydi. Sizga albatta fikringizga mos fikr qaytariladi. Sizga bir savol. Mana yuqorida biz aytib o'tdik, demak, ijtimoiy tarmoqlarda hamma kuchli, hamma ideal inson. Mana shuni izohlab o'tsangiz. Ijtimoiy tarmoqlarga kuzatsanglar, juda ham ko'p haqoratli so'zlar yoki noloyiq fikrlar, salbiy munosabatlar, bular ism familiyasi, o'zining bir shaxsga oid ma'lumotlari yo'q insonlar tomonidan bildiriladi. Davron hozir aytib o'tdingiz, ko'pchilikning yonida so'kina olmayman, bu gaplarni ayta olmayman dedingiz. Lekin internet bepoyon olam. Internetda nafaqat siz yozganingizni siz hisoblay olmaysiz, qancha odam o'qishini. Nima internetda mumkin, hayotda mumkin emasmi? Internetda juda ko'p inson o'qiydi. Internetda yozildi. O'sha o'qiganining natijasini sizda ko'rdik. Temur degan so'te ko'rishib olaylik dedim. Davron, siz qo'pol bo'lsa ham haqorat qilgan Timurni ham biz bugun chaqirganmiz. Keling ularni ham taklif etsakda, masalaga oydinlik kirsak. Marhamat Timur. O'tirib oling. Yaxshicha hal qilamiz. Hammasini hal qilamiz. Mikrofonni o'zingizga bosib olinglar. O'zingiz bosib oling, o'tiring. Tok-shou syomka qilyapmiz. Bu oddiygina madaniyat. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Mana ota-onadan qanaqa tarbiya olsa, farzand xuddi shu narsani ijtimoiy mana xuddi shu narsada men birga bir yuzma-yuz turib ko'rishib olaylik degan joyimda mana urushdi, mana 3-4 kishi bo'lib urushdi. Undan keyin ham mana ko'ryapsiz. Haqoratli so'zni ham ko'rib turibsiz hozir ham. Timurni hozir san urushdan oldin nima deb men bular chaqir. Davron, siz birinchi o'zi provokatsiyani siz boshlayotgansiz. Keyin aytib o'tganlaridek sizga qarshi fikr bo'lsa, uni ko'tara olmas ekansiz. Hali cho'g'i siz qo'yadi-da. Tashladingizmi tosh? Sizga ham tosh qaytishiga tayyor bo'ling hamisha. Keling, Timur, hamma bo'lgan voqeani birinchi qoldirgan izohingiz nimadan boshlandi? Nima uchun bu savolni berdingiz? Kim sizni erkakchasiga gaplashib olishga ko'chaga chaqirdi? Hammasini o'zingiz gapirib bering. Mana kameraga qarab, odamlarimizga qarab. O'sha rasmdagi izohlarda yozilgandan keyin men bu bolaga yozdim. O'zingni bosib ol. O'zingga qarab gapir. Qiz bola. Gapirilgandan keyin bu menga so'kib yozishni boshladi. 3 aprel kuni aktrisa Luiza Rasulova Instagram ijtimoiy tarmog'idagi sahifasiga Ahad Qayum bilan birga tushgan navbatdagi fotosuratini joyladi. 370 mingdan ortiq obunachilar orasidan o'nlab yigit-qizlar surat ostiga o'z izohlarini joylay boshladi. Xuddi shunday Davronchik 97 ham Luiza Rasulovaga anchayin qo'pol ravishda murojaat etadi. Xo'p, mayli, unda ham men indamadim. Keyin nomer so'rashga tushdi. Telefon raqam so'rab, telefon qilganda ham men unaqa yomon muomala qilganim yo'q. Kattam kichkinamni bilmayman. Hop, aka, ko'rishib olaylik. Qatta bo'lsangiz ham degan gap aytdimmi? Aka emas. Aka demading sen menga. Sen menga aka demading. Keyin bu hozir aytyapti, 7-8 ta odam deyapti. 3 kishi borildi. 3 kishi. O'rtoqlarim bilan, xo'p, uchalanglar o'tdinglarmi? 3-chi odam birga bir yuzma-yuz turib gaplashaman. Tushuntirdim, tushunmadinglar. Davron, Timur eshitdik, keyin sizga ham so'z beriladi. Aha, 3 kishi bor deydi. Shunda ham
o'sha borilgandan keyin ham bu bilan gaplashilganda ham yosh bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham muomala yo'q. Sen men tushuntirdim boshida, to'g'rimi? Tushuntirdim. Okey, mamlaqa qilyapsiz. Noto'g'ri ish qilyapsiz. Qilyapsiz emas, qilyapsan. Hozir sen bu yerda unaqa noto'g'ri gapirma. 7-8 ta deyapsan, qilyapsiz deyapsan, Hop, men 100% birga bir turib olib gaplashamiz dedim, to'g'rimi? 3 ta og'ayniz orqangizdan keldi. 3-odam mashinadan keyin tushdi. Tushdi. Keldi u ham. Keldi. Ajratishga keldi. Ajratishga kelmadi. 2 marta tepdi-da, keyin ajratdi. Davron, siz qaysi holatdan keyin o'sha biz lavhada ko'rgan Davronni ko'zini ko'kartirishgacha olib bordinglar? Kim urdi, kim mushni tushirdi? Qaysi gapdan keyin? Men o'zim urdim. Nima uchun? Qaysi gaplar? Ey, 3 kishi urdinglar-ku. Haqorat. Qanaqa u? Haqoratli gaplardan keyin hech kim jim turmaydi. Juda ham yaxshi kishilar lekin urib shu izohlar shu bir-birlarini urib ko'zi ko'karib yurishga arziydimi? Kimnidir rasmi bu insonlarning hayotida umuman ko'rmagan. Izohlardan kelib chiqinglar birinchi. Mana o'sha bu boshlagan. Xo'p, men boshladim. Xo'p, qo'y deganda ham jim bo'lmayapti. Mana hozir ham shu yerda ham. Xo'p. Men gapiryapman, gapga qo'shilib gapi bo'lyapti. Ho'p, mana Davron, siz o'sha izohni yozib nima yutdingiz? Sizga savolim. Men u yutuq uchun qilganim yo'q u narsani. Lekin minus bo'ldi-da. Hech masalan birovga yaxshilik qilmasang yomonlik ham qilma dedi. Xo'p, siz yutmabsiz. Lekin bu kishi yutdilar. Bu bolaga men oqlamayman ishlarini, lekin bu bola o'zini nomi uchun o'sha yerda o'sha urush bo'lganmi, nima bo'lgan bo'lsa, o'zini nomini oqlagan. Bu yerda Luiziyana ham aybi yo'q. Bu kishining ota-onalari yo bo'lmasa aka-ukalari kirib o'qishlari mumkin-da. Davronbek, qarang, sizda ham singlingiz bordir, opa-ukalaringiz bordir. Sizni bitta farzandman. To'xtang, o'zini hurmat qilgan odam birovning gapini tinglaydi-da. Siz mana bu kishiga ham hozir gaplarni tugatmaslaridan o'qib ketyapsiz, gapirib ketyapsiz-da. Siz singlingizga yo bo'lmasa opalaringizga yo bo'lmasa yaqin kishingizga sizga mana shu gapni so'kinib yozishsa, siz nima qilgan bo'lardingiz? Mana bu kishi qarindosh deylik, endi ularni qarindosh deylik. Sizni borib urdilar. Siz nima qilgan bo'lardingiz birinchi navbatda? Mani urdim, men ortiqcha birorta joyga borib yozuvchilik o'qimadim. Sizni singlingizga, opangizga o'qimadim, to'g'rimi? Bo'ldi, yopiladigan narsa o'sha yerda yopildi. Bo'ldi, boshqa ortiqcha gap so'z bo'lgani yo'q. O'g'il balandishgani o'qimaydi. Men o'tda bo'ldi, ortiqcha gap gapiribmiz, bo'ldi 5 olaylik degan gap bor. Davronbek, mayli. Ko'cha tilida aytganda, bo'ldi, kelishdik deb qo'l uzatsam, уже boshlanib ketdi. Pedagoglarimiz bor oramizda, keling ulardan ham fikr tinglaylik. Mana shu o'smir yoshdagilar. Men butun jarayonni kuzatish davomida oddiygina sizda ta'lim tarbiyaning yetishmayotganligini ko'ryapman. Juda ham o'zingizni xotamtoy qilib sezar ekansiz. Lekin oxir oqibatda siz butun hayotingiz davomida juda ham qoqilasiz. Va men bularni sizni yaxshilab urganlarga, do'pposlaganlarga hattoki yonlarini ham olaman. Sizni tarbiyalash qoqilishi mumkin, lekin hayotda qiyinchiliklar bo'ladi, to'g'rimi? Qiyinchilikni yengib o'tish kerak. Shu qoqilish ham qiyinchilik bilan qoqiladi odam. Bir qoqiladi, ikki qoqiladi, keyin joyiga tushib ketadi hamma. Mana masalan o'qishingizda yoki o'sha ta'lim maskanlarida sizga o'rgatishgan bo'lsa kerak, ma'naviyat, tarbiya, birovning turmushiga aralashmaslik, internet setlarida ehtiyotkorlik bo'lish kabi masalalar o'rgatilgan bo'lsa kerak, lekin siz juda ham ehtiyotsizlik bilan hayotingizni olib boryapsiz. Siz nafaqat bu yerda oddiygina holat, balki yana ham siz chuqurroq tubanliklarga tushib qolishingiz mumkin bo'ladi bu oxir oqibatida bu xatti-harakatingiz bilan. Nilufar opa, Ahad Qayyum, sizlarni ham mana shu ijtimoiy tarmoqdagi sahifalaringizda mana shunaqangi janjallar, tortishuvlar, kerak bo'lsa aytaylik o'sha qo'pol so'zlarni ishlatish holatlari bo'lib turadimi? Endi shaxsan meni sahifamda unaqa bo'lmagani, lekin yaqinda shunaqa bir hamkasbimiz bilan shunaqa bir vaziyat bo'ldi. Mana shu hamkasbimizning yonini olib, men odamlar bilan urushishga majbur bo'ldim. Oxiri meni blokka mana shu sahifani egasi mana blokka tiqishgacha bordi. O'zimizning hamkasbimizdan biri. Bo'ladi, odamlar gapirishadi. Men bir narsaga o'zimga xulosa qildim. Birinchidan meni hayratga tushirgan narsa shu bo'ldiki, nimaga bizning aksariyat yoshlarimiz qanaqadir bilasizmi, agressiya bilan-da sizni haqoratlashga, sizni kamsitishga, rostdan ham aytganingizdek tajovuz, mana shunaqa qilishga harakat qilishmoqda. Hech kim u yerda masalani tub-tubigacha yetib borishga harakat qilmayapti. Faqatgina yuzaki haqorat so'zlar. Men ham yozgandim, demak siz ham shunaqa ekansiz. Hamkasbingiz yonini olayotgan bo'lsangiz, san'atkorlar kinolarda ko'ramiz, teatrlarda ko'ramiz. Endi o'ziga yarasha qiyinchiligi bor hamma narsani. No, o'sha
hamma kommentariyalardan izohlar qoldirilganda javob kelmaydi. Keyin hurmat qilgan aktyoringiz kinolarda ko'rib, hurmat qilgan odamingiz mabodo ko'chada ko'rib qolsangiz, bitta rasmga tushinglar yo bir suhbatlashinglar desangiz, vaqtim yo'q deb qaramasdan o'tib ketsa. Instagramga ko'p ahamiyat nimaga bermayman? Katta ketdi deb bilmanglar. Masalan, meni yoshim buncha bo'lsa, 18 yoshli qizchalar ham yoki yosh bolalar, yigitlarmi, yosh ukalarimiz juda ham sansirab, so'kinib, shunaqa gapiradiki, chegarasi yo'q. Na madaniyatini, na gapini. O'shanga men o'qimayman ham va vaqtimni ketkazmayman ham. Lekin bir xilda shunaqa chiroyli yozishadi, orada bitta gapni shunaqa chiroyli aytishadi, haqiqatan tekkizib yozishadi va bir xilda o'zingni qilgan ishingni ozgina uyalasan ham. Biz endi mustaqillik yoshlarimiz, agar bir tarixda bir o'qib ko'rsak, o'sha texnika asrda ko'plab urushlarga guvoh bo'lganmiz. Endi 21-asrga biz o'sha bir katta umidlar bilan, bir ishonchlar bilan o'tdik-da, bir yaxshi niyatlar bilan. Menimcha eng katta muammo bu virtual olam orqasidan keladigan bo'lsa, hozir bizning o'zbekchiligimiz, o'sha bizdan 1 yosh, 2 yosh kichkina ukalarimiz hozir qilayotgan ishlari yaxshi emas-da. Ingliz tilida aytganda waste of time degani, ya'ni bekorchiga sarflanayotgan vaqt. Men shuni aytgan bo'lardimki, ko'zlaringizni ochinglar. Bu tezlashib ketayotgan zamonda bu narsalar, bularning hayotlariga aralashib yozishlar, boshqalar nima bo'ldi? Uni ko'zi ko'kardi, urush bo'ldi. Bu narsa kim jabr ko'ryapti? Kim tomosha bo'lyapti? Bu narsaning asosiy sababi milliy mafkurani yetishmasligi deb o'ylayman-da. Ya'ni kim o'sha agar milliy mafkura yaxshi singdirilgan bo'lsa, o'zi hal qiladi. Bo'sh vaqtini qanday sarflash kerakligini. Kerak bo'lsa bilimga sarflaydi, sportga sarflaydi. O'zingni ko'rsat, nima qilasan? Tomosha ko'rsatib bir-biringni mushlab. Hamma bo'ladi. Hamma virtual olamda o'zicha she'r. Fikrim bor edi. O'zingni biliming bilan ko'rsatib, boshqa qilib hozir imkoniyatlardan foydalanmaysan. Shaxsan meni otam ham, onam ham Instagramga kiradi. Sizlarni gapirayotgan gaplaringiz bu bizani ota-onamizga, Luizani, Jamila G'ofurovani yoki boshqa san'atkorlarimizni meni ota-onamga nisbatan xuddi ko'chada ko'rib, "Okey, siz o'g'lingizni ko'rdimda, bitta qiz bilan bitta joyda mamlaq qilib yurgan ekan" deb tuyuladi. Bu meni kasbim lekin. Hozir Instagram, Facebook yoki boshqa ijtimoiy Telegram tarmoqlar shu darajada muhim bo'lib ketganki, sen gapirayotgan gapingni meni ota-onam gapirayotgandek bo'lsin. Bo'lyapsan-da? Men shunaqa tushunaman. Kommentariya degan narsa uni hayotiga nisbatan seni berayotgan kommentariyang. Bitta inson butun hammani fikrini buzolmaydi-da. Bitta yomon narsa bo'lsa, hamma o'sha tomonga og'ib ketadi. Yana bir narsa bor. Bugungi kunda internet tarmog'ida, ijtimoiy tarmoqlarda aytilayotgan gapga aksariyat odamlar ishonishadi, shu haqiqat deb qaror chiqarishadi. Sizga bitta savolda. Masalan, biz institutda o'qiymiz, maktabda o'qigansiz. Ota-ona bera olmagan tarbiyani siz, men hech kim bera olmaydi. Chunki uydagi tarbiya ko'p narsaga bog'liq narsa. Endi hozir siz gapiryapsiz-ku. Hamma yozaversa-da, siz qaramasangiz, men qaramasam. Shahar bedarvoza degan gap bor-ku. Shahar hamma yozaversa bu gaplarni. Hamma shunaqa gaplar, faqat shunaqa gaplarga o'tib ketaveriladi. Yomon desa yomon bo'lib ketaveradi deyapsiz. Hozir Qo'shqor aytdi. Kimdir yomonlamasa, demak men qilayotgan ishim hech kimning ko'ziga ko'rinmayapti deb bundan ham yomonroq qilishga harakat qiladi o'sha qilayotgan odam. Internetning ta'sir doirasi keng bo'lganligi uchun u salbiy ma'noda ham, ijobiy ma'noda ham o'zini kuchini ko'rsata oladi. Mening yurtim telekanali akkauntlari ham turli ijtimoiy tarmoqlarda bor. Aynan Instagram ijtimoiy tarmog'ida ham 300 nechta Jaloliddin? 360 mingta. Hozirgi kunda 360 mingdan ortiq Instagramdagi foydalanuvchilarimiz soni, Telegramda 28 mingdan ortiq. Aytib o'tish joizki, boshqarish qiyin, juda ham qiyin. Chunki 360 mingdan ortiq insonning fikri turlicha. Masalan, bitta bo'lgan faktni aytishim mumkin. O'sha Yangi yil shousi bo'lib o'tdi bizda, juda ham katta. Shundan joylangan bittagina video 50 mingdan ortiq marotaba ko'rildi va 10 mingdan ortiq izohlarga sabab bo'ldi. U yerda shunchalik katta urush ham kelib chiqdi va biz majbur bo'ldik buni o'chirib tashlashga. Chunki katta janjallar chiqib ketishini to'g'risi o'zimiz ham bilmagan edik. Shu sababli men aytib o'tmoqchiman, hozir har bir inson Instagramdami bo'ladimi yoki Facebookda bu bloger hisoblanadi va u yerda joylanayotgan har bir materialdan tashqari kuzatuvchilari yozib qoldirayotgan izohlarga ham u qisman javob beradi. Shu sababli men iltimos qilardim ko'pchilikdan boshqarayotgan izohlar qoldirilganda tinchgina spam tugmachasi bor u yerda. Adashmasam maxsus video bor mana shu bo'yicha. Albatta o'rganib olishlari mumkin. Diqqat monitorga.
Agar sahifangizda boshqa foydalanuvchilar tomonidan joylangan haqoratli, kamsituvchi so'zlar, noo'rin gaplar yoki turli keraksiz reklamalarni uchratsangiz, uni o'chirib tashlashga haqlisiz. Shunchaki o'chirib tashlash emas, balki spam tugmasini bosgan holda sizni kuzatib borish imkoniyatidan ham mahrum eta olasiz. Agar ma'lum bir shaxs ana shunday ogohlantirishdan bir nechtasini turli insonlardan qabul qilib olsa, sahifasi deaktivatsiya qilinadi. Masalan, Instagramda kerakli inson profiliga tashrif buyurib, ushbu 3 nuqta tugmasini bosasiz. Shundan so'ng birinchi tugmani bosib ma'muriyatga shikoyat qilishingiz yoki ikkinchi tugma orqali foydalanuvchini bloklab qo'yishingiz mumkin. Facebookda ham xuddi shu kabi. Eslatib o'tamiz, ushbu xizmat barcha ijtimoiy tarmoqlarda mavjud. To'g'risini aytsam, gapimiz so'ngida bu insonga, mana bu bolaga hech qanaqa g'araz niyatim yoki urishaman deb kelmadim. To'g'risini aytsam, aytmoqchimanki, gapimiz so'ngida yoshlar bir-biriga mehribonlikroq bo'lsin. Odam, misol uchun insonni yutug'i bilan nima deydi, faxrlansin, bir-biriga mehribon bo'lsin. Bizani havas qilishni o'rgansin. Havas qilsin, hasad emas. Shunaqa toifa insonlarimiz bor, juda ham jiddiy qabul qiladi. Kimdir bitta kommentariy yozsa, kimdir bitta izoh yozsa, o'sha izohni butun boshli xalqning fikri deb o'ylaydi. Endi bu juda ham haqiqatan ham bugun muhokama qilayotgan mavzu juda ham nima desam ekan, muhim global mavzu. Men birinchi marta tok shouda ishtirok etyapman. Nima uchun ishtirok etyapman? Chunki menga mana shu ko'rsatuvni mavzusini aytishganda juda ham muhim mavzu-da. Bu hozirgi kunda juda ham aktual mavzu. Endi mana biz yoshlarni ayblayapmiz, to'g'ri. Endi ota-onaga ham qisman ayb qo'yyapmiz. Maktabga, ko'cha, atrof, muhit hammaga. Lekin nima deydi, qars ikki qo'ldan chiqadi. Ba'zida san'atkorlar ham mana shu yoshlarni shunaqa gaplar gapirishga ham undovchi insonlar ham bor. San'atkorlarning orasida mana misol uchun haqiqatdan ham kuniga 20 ta rasm qo'yadi, nonushta qilayotganligini, tushlik qilayotganligini, kechki ovqat qilayotganligini yoki bo'lmasam o'rinda yotganini ham qo'yishadi. Haqiqatdan ham keyin mana shunaqa izohlar bu ham bor-da. Ya'ni aytmoqchimanki, qaysidir ayb baribir bizani san'atkorlarda o'zimizda ham qanaqadir bor-da. Mana shunday izohlarni, ya'ni o'sha yomon so'kinishlarni, qo'pol so'zlarni bildirgan shaxslarni qanaqadir ma'noda filtrlash uchun qanaqadir chora-tadbirlar ko'rilganmi? Buni iloji bormi? Ko'pchilik xabari bo'lsa kerak. Hozir o'zimizda davra.uz degan ijtimoiy tarmog'imiz ishga tushgan. Bu milliy ijtimoiy tarmoq. Va shu sababli ushbu ijtimoiy tarmoqda shunaqa so'kinish so'zlarni avtomatik tarzda boshqa simvollar bilan o'zgartiradigan, ya'ni ularni ko'rinmaydigan qilish imkoniyatini yaratganmiz. Shu davra.uz ijtimoiy tarmog'ida buni imkoni. Demak, milliy ijtimoiy tarmoqlarda o'zimiz biz. Endi chet el ijtimoiy tarmoqlarida buni qilishi bu o'sha ijtimoiy tarmoqning egasiga bog'liq. Agar xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi. Aslida nafaqat davron, umuman barcha vaziyatni mana shungacha olib kelmasligi kerak. Odamning ichki madaniyati doimo yuzada bo'lib turishi kerak. Shart emas uni har xil qog'ozga yozib, o'zini ko'rmaganingizda yozib, orqasidan yana qanaqadir bo'xton qilish. Qolaversa har bir aytilgan gapni javobi bor. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasiga muvofiq tuhmat, ya'ni bila turib yolg'on, boshqa bir shaxsni sharmanda qiluvchi uydirmalarni tarqatish eng kam ish haqining 20 baravardan 60 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-moddasiga muvofiq haqorat qilish, ya'ni shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish eng kam ish haqining 20 baravardan 40 baravargacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Ukam sani arzitib, masjidda chaqirib, shunaqa gaplashyapti-da, 100-200 ta odam. Birinchi navbatda endi meni balki yomon ko'rarsan, balki boshqa-yu, lekin odam o'zini tutishni o'rganishi kerak. Dushmaning bo'lsa ham ozgina o'zing tutib, eshitishni bilish kerak. Shuning uchun kimnidir eshitayotganda odamga o'xshab eshitsin. E'tibor qilyapmiz, biz ushbu soha vakillarimiz xudo xolasa mutaxassis bo'lib yetishamiz. Demak, san'at olamidan yoshlar o'rtasidagi bo'lib o'tadigan muammolar, demak, virtual izohdan real mushtgacha. Men fikrim, internet haqida ozgina fikrim, insonlar sher bo'lib ketyapti, boshqa narsa deyapti. Demak, odamlarning soddaligi soxta bo'lib ketyapti. Odamlar sodda emas, aksincha kibr havoga berilib ketishyapti. Iroda kuchi ko'proq bo'lsa, Cho'lpon bobomiz nima degan? Aytganlar, insonni eng yomon inson bu birovni diliga og'riq bergan inson. Ibn Sino ham ta'kidlab o'tgan shu narsani. Fikrim oxirida men nima demoqchiman? Agar bilimli, kuchli bo'lsangiz, Moturidiy ta'kidlaganidek, qurolingizni bilimdan yasang. Rahmat.
Bu odamlar orasida tok shousi edi. O'zingizni qiziqtirgan mavzular bo'yicha bizga murojaat qilishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.